Assalomu alaykum aziz ko'pchilar. Bugungi ertalabki obzorimiz 5 ta mashina kelgan bizga. Aka, hozir dalni vremyalar. Mashina Nexia 3 Epica 2 ta bo'ladi bilasizlar akalar. Cobalt mashinasi. Ichiga shuni olib ketgan. Captiva 2 dona, bitta Matiz Best. Akalar katalizator Captiva'nikining ishini kimdir olib tashlagan. O'rniga turba qo'ygan. Ichi zingillayapti, gazni bosganda traktor ovoziga o'xshagan ovoz chiqadi. Bularni hozir cho'tka qilib yig'ib beramiz akalar. Bundan tashqari akalar Epica'ni ko'ryapsizlar, Epica'ni katalizatorlari bo'linib, yorilyapti akalar. Ikkalasi ham yorilib ketgan. Nexia 3 ni ham o'rtasini ko'ryapsizlar, palasa. Mana shu palasa xuddi mana shularga o'xshab o'rtasi erigandan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek mana kubikni ko'ryapsizlar mana. Tepa tomoni top-toza, lekin o'rtasida mana bunaqa erib ketgan. Bu ham mana Nexia 3 ham xuddi shunaqa holat. Inomarkalar akalar. Ko'ryapsizlarmi? O'rtasidan eriydi Nexia 3. Mana bu ham xuddi shu ahvol, o'rtasidan inverteshga erib ketgan. Mana bular ham xuddi shunaqa ahvol. Akalar katalizatorlar liboy mashinada bo'ladi. Liboy mashinada katalizator erish vazifasi bajariladi. Bu 70 mingda 80 ming orasida ko'proq mashinalar eriydi. Epica'larniki akalar 50 mingda eriydi. 50 mingda to'ladi. Inomarkalarniki akalar jida borsa 100 ming yurib ketadi. Ko'rib turganlaringizdek liboy mashinaga katalizatorlar bor akalar. Yengil ishlarmi, rabochimi, xomashyomi, xohlasalaringiz o'zlaringiznikini ochib ishini remont qilib berish, pramyutka qilib berish, sportiniy gulishtalar yoki bo'lmasa polniy trassalar bilan pauklarni qo'yib berib, xohlagan ovozlarni qilib berish yo'lga qo'yilgan. Akalar, stiker boshlangan, shuni hisobiga vaqtida katalizatordan foydalanib qo'yib olinglar. Katalizator ertaga stiker kuchaygandan keyin narxi oshadi. Chunki har bitta katalizator eng arzoni Matiz'niki 3 million 800 ming so'm turadi akalar. Matiz'niki, Spark'niki ketdi ko'tarilib ketaveradi akalar. Ishonasizlarmi yo'qmi? Yaqindagina bitta Travers qildik akalar, 23 million so'm ekan Travers'ki akalar, 23 million so'm. Hozir 28 million so'm bo'ldi deyishyapti o'zi. Shuni ham hisobga olinglar. Taxoni katalizatorini so'ragandik, 29 million 800 ming so'm chiqdi. U ham yo'q. Zakaz bilan keladi degan gaplar ham eshitildi akalar. Taxoga o'zim qo'limdan yig'ib berdim, evro 6 qilib ichini yig'ib berdim akalar. Xursand bo'lganimdan shapkasini osmonga otdi akalar. To'g'risini aytaman, 300 dollardan 600 dollarga qilib berdim. 3 ta katalizator bo'ladi. 3-chi katalizator yaxshi ekan, o'shani pramyutka qilib berdim ichida. Hamma mashinalarniki bor katalizatorlar 100 dollardan standart qilib beraman. Vaqtida foydalanib qolinglar, skitka. 100 dollar skitka bo'lyapti akalar. 1 milliondan skitka qo'ydim. Yangi yildan 1-yanvardan bugungi chizlogacha, 10-chizlogacha 1 milliondan qilib berdim akalar. Bundan buyog'iga 100 dollarga ko'tarildi. Endi biz ham chunki hamma narsani sotib olamiz. Kundan kunga narx oshyapti. Mana men oladigan masalliqning narxi bugundan oshgani hisobiga men 100 dollardan qildim. Qaytdan foydalanib qolinglar akalar. Chilonzor 10-kvartal Farhad